Assalomu alaykum hammaga. Mashinamni alishtirganimga, mashinamni o'zimni haydab yurgan bestimni sotmoqchiman. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol ko'rib aloqaga chiqaverasizlar. Pastga nomerni yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilaveringlar, aloqaga chiqaveringlar. Xullas, menga bu mashinani sotayotganda bitta hoji aka sotganlar. Ana srochniy kerak bo'lganda borganmiz, bitta akam bilan, Botir akam bilan tekshirganimizda bitta krilo degan edi, lekin ikkita eshik ham bor, stoykaga o'tmagan. Xullas, mashinaning yili 15, 2015-yil. Mashinaning sostoyaniyasi yaxshi. Ancha ishini qarab qo'ydim. Probegi 179.483. Bitta laboy alishtirish kerak. Mana qo'lim tegmadi, hech ham vaqtim bo'lmadi. Qanday ko'rayotgan bo'lsanglar, shundoq sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar bemalol. Ikkita kaliti ham bor. Yili 2015. Kraskasi bor.